Hurmatli qadrdonlar, generator qidirib yurgan akalarimiz uchun hozirda obzor qiladigan sifatli va budjetli ekonom narxlar qimmat bo'lmagan generatorlarni tavsiya qilamiz. Bularda afzalliklari nimada desanglar, shovqinida, keyin invertori borligida. Shu invertori borligi deganimizda rasxodga qarab benzin sarflashi. Boshlaylik endi. Mana hozirda ko'rayotgan generatorlar ruchnoy tortib zavod qilinadigan va invertori bor, ovozi balandroq generator hisoblanadi. Lekin narxi ancha arzon turadi. Bu 3.3 kW, 208 kW tok rasxod tok sizga ishlab chiqaradi. Maksimalda 3 kW tok ishlab chiqaradi 220 da. Bularga hammasiga benzin 92 benzin qo'yasizlar va moylari ham boshida universal qo'yasizlar. Keyingilarida yaxshiroq moy qo'yganinglar yaxshi. Hop, keyingi bizlar bu generatorimiz afzalligi nimada desanglar, buni shumkasi borligida mana qo'lasizlar, yopib o'ralgan qismi tortib zavod qilinadi bu ham. Va invertori borligida o'sha siz rasxodingizga qarab rasxod tok benzin sarflaydi. Bu o'sha 220 chiqazib beradi. Ko'rasizlar. Invertorli ovoz past generator. Bu mashinada sayrlarga chiqqanda, o'sha topoqqa chiqqanda ham mashina bagaj orqasiga ortib olishga qulay, udobli. Bu generatorimiz 3.5 kW sizlarga tok ishlab chiqarib beradi. 3.5 kW gacha rasxodliklarni ko'taradi. Buni qulayligi nimada desanglar, buni qulayligi ruchnoy tortib zavod qilsanglar bo'ladi. Ruchnoy tortib zavod qilsanglar bo'ladi va qo'shimchasiga knopka orqali ham zavod qilsanglar bo'ladi mana. Mana ko'rasizlar. Buni komplektida hammasida baranki, vilkalari, qo'shimcha tor qismlari chiqadi. Bunimiz 5 kWli invertorli ovoz past generator hisoblanadi. Bunda ham xuddi shunaqa mana bunga o'xshab ruchnoy tortib, ikki knopka orqali ham zavod qilsangiz bo'ladi. Barankalari, qo'shimcha vilkalari, shu zapchastlar chiqadi. Mana bu monitorlari bo'ladi, invertorli. Xo'p, xullas o'zimiz birinchi qo'limiz o'tni tarqatamiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda xarid qilasizlar va ishonchli qo'llarda har bir mahsulotimizga 6 oy заводской defektiga garantiya beramiz.